Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, xormanglar, musofirdagilar, u yondagilar, jonlar sog'mi. Bizlar bugun FAV avtomobillarini narx-navolarini ko'rmakka keldik. Bu yerda narxlar tushdi turib, shular haqida sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat etamiz. Agarda bizning shu videoyimizni non toparing shuni katta mashinadan qidirib yurganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerga telefon turib gaplashaverasiz. Assalomu alaykum. Qo'shnilar, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Shukr, rahmat. Ish o'tibmi? Ish aydi, Xudo shukr. Og'am shu FAV. Ya'ni 208 tonnaligidan olgansiz. Ha. Okay, videoyimizni chestni obzor etadigan bo'lsak, siz bilan birgalikda o'zingizni otzifingiz kerak. Yurtdoshlarimiz yana ko'rib turibdi. Hozir musofirdan, u yondagilardan, u yondagilar ko'rib turibdi. Bu mashinani qayerdan ko'rib oldingiz, og'a? Mana YouTube'da ko'rib, bir 6 oy qiziqdim. Bizani YouTube kanalimiz. YouTube'da gördümdan 6 oy qiziqib turdim. Ha. Toshkentda servisini ham bordim, oylandim, ko'rdim. Keyin oxiri keldim, o'zim Xorazmdan oldim. Bahasi necha ekan? Toshkent bilan birmi? Toshkent bilan biri baho. Uzoqqa borib o'tirmaysizlar, bizani shu. Shuni o'yladim, u yerdan 1000 kilometr ekandim, bedan olayim dedi. Ikkisini bahosini solishtirdim, bir xil. Zo'r. Qachon oldingiz, ha? Noyabrda oldim. Noyabr 2025 noyabrda. Ava, noyabrda oldim. Zo'r. Ruslan Yakirak keladi. Og'amina tadbirkor. Gazoblokmi bu? Shlakablok. Shlakablok. Shlakablok deb aytiladi. Ha. Shu narsalarni o'zingiz uyingizda ishlab chiqarasiz. Uyimda ishlab chiqaraman. Shuni endi siz dostavka etishingiz kerak. Dastlab ketib beraman hozir shunda. Jam samolyot. Kaçada gelmedi abi. Geldi. Yine olsa. Neçe probik oldu bundan sonra? 5000 ga o'tdi. 5000 kilometreden öttü. Neçe som aldınız? 308. 308 milyon aldı. 308 milyon. Bu gazsız variantda o'xshaydi. Bu gazsedi, gazni qo'ydurdim o'zim olib. Ha, o'zingiz qo'ydirdingiz. O'zim qo'ydurdim. Aka nechik mashina ekan? Chesi, mashina aytdim, 6 oy qiziqib turdim, lekin o'zim o'ylagandan ham zo'r ekan. 5 tonna yuk bosib turibman hozir. 208 5 tonna garantiya bosib turibman, lekin 5 tonna boy yuklikini bildirmaydi. Bildirmaydi umuman. Zo'r. Miyaqki, yana qaltinam emas, miyaqki. Taptoz o'tirdi. Gazni nega qo'ydingiz? Gazni reyonda qo'ydirdim. Garantiya chiqib ketmadimi? Yo'q, yo'q. Üzeri tavsiya berayda qo'ydirdingiz. Ava. Og'amni doniganlar bo'lsa, shuni kommentariya qoldiringlar. Bu videomiz hech qanday uyushtirilgan yo boshqa narsa emas. Mana bizlar telefondalar shuni yerda oltda ekan, o'zingiz xolos havolingizni baravering, odzifini olinglar deganlar uchun biz keldik bu yerga. Qo'shnilar bilan ko'rishib bilan fikrlarni bilib turibmiz. Yechiri qirchilib, xodavoy, padavoy. Yo'q, motor hech yerinde gap so'z yo'q. Mashina zo'r. Hozir necha dana gaz ballon? 2 dana bor. 2 dana 100likmi bu? Birisi 100lik, birisi 120lik. 220. Ava. Necha so'm bilan bo'ladi? Dim takrosi 240 ming bilan bo'ladi. 240 ming so'm bilan doldurasiz. Necha yurib beradi primyeri? 400 kilometr yuradi. 400 yuradi. Hozircha yurdingiz bunda? Bunda hozir 5000 kilometr oldu. Endi bir 3000 kilometrdan keyin benzin, gaz qo'ydirdim buni. Ha, 3000 dan keyin qo'ydim. 3000 dan benzin deydi. Sen apam gördünüz mü? 1000 arasındayım. Ava, yine euro qo'ydirdim. Nasıl metan? Bakaleyna. Yakalıyla ava. Hem bo'lalarkin 90 10 yuriydi. Navdan 90 gaz rasxota 10 benzin. Ava, ikkisini bir hep yuriydi. Shunday variant qildi. Endi motor ham o'zi uzoq bo'ladi-da. Ava. Benzin baribir endi suyulib ichi aylanib Shu. Tavsiya berasizmi og'a? Tavsiya beraman oladi u odamlar. O'ylanmay olaversinlar. Bundan burunki nima mashina bor? Bundan burun 53 ay deydi. Men uni hozir bugun sotdim. Bugun sotdingiz? Hozir Buxoro sotib berdim. Bu shunda tadbirkorchilik qilaman, qat'iy moddiy bo'lmasangiz-da, Выгодный. Bu ham ichsammi, ham biri yuk olib borib beraysiz hamsara, ham ustalar ham qiynalmaydi tushirganda, katta mashinada olib borsak qiynaladilar. Bunda olib borsak hamma joni ochiladi, yana 4 eshikka bom ochiladi. Bu arkasi hamma joni ochiladi. 1 2 3 5 hamma joni ochiladi. Buni yasib tashladi, har yoqdan tushirib tashlaydilar. Shunday variant. Shunday variant, ava. Zaskoy shunday kuzukli variantini oldim. Hidravlika olamı? Yo'q, elektronli. Gidravlikadan. Hava. Qo'lozujiningda to'liskun bang. Yengil, hava. Gidravlikadan ham yengil. Demek
Arka haydayacakda kamera, elden ham kamerası bor ekan. Hozir aydaganda elde arkasini bir olib boradi. Keyin zat ne desangiz aytdingmi? Konditsioner ham bor. Konditsioner bor, hamma o'zi bor. Jonli ichida konditsioner nuri beradi-dan, ay. Avam konditsionerdan bildirmaydi. Bildirmaydi. Ishlab ko'rdingiz? İşletip gördüm. Motoru çok iyi. Motor navda deysizmi motor? 3 ay motor. Güçay. 3 ay avam. Güçay. Şimdi obzorlarni ko'proq ko'rishni xohlasangiz, Premoy, ya'ni sotib olgan mijozdan masalan. Hava aladigan adam qiziqqan adam bo'lsa tilfat versin. Tushunmaydi aytaman. Mashinani chiqib so'raydi odamga so'raversin. Og'amni nomerini ekranda qo'yib qo'yasan Ruslan. Jare qiziqadigan oluvchilar telefonni ichki mashina ekanini agar so'zlab qiziqadiganlar bo'ladi, bog'lanaverasizlar. Buni aydasam jiray desim kelmaydi. Серьезный. Aydab ko'rgan adam ko'raversin. Aytadi ki. Hem yürüyende hem yaxshi bağlanadi, yengil. Skorsa o'tishi nechi? Skorsa yengil yine az. Ben dersin skorsa boryaptım öyle. Bunda Hatta 1 mi 2 mi? iki kamchiligi bor. Risolni 2 qavatlatish kerak. 2 qavatli o'zim etdim shuni. O'zim Necha etdim. so'm rasxod oldi uni? 1 milyon 800 ming shunday rasxod oldu. Bu ne uchun? Masalan, Shuni qo'ymoq. ko'proq yuklayacak vaqt ochib bermasligi uchunmi qo'ydi? Endi hozir o'zini Risolida haydasam, mashina o'tiradi ko'p. Hava. Lekin bunda altında ko'p Ko'p yuklasangiz 5 tonna yuklasangiz. Hava. Lekin bu poложение 208 Hava. Lekin siz o'zinikida bo'ladi. Yuklajagingiz uchun o'zi qo'yib berishingiz kerak. Hava qo'yib berish kerak, majburmiz. Ikkinchisi, İkincisi bachokini, benzin bachokini ichamlashtirib, götini rama qo'yish kerak. va necha so'm rasxod oladi? Endi Siz uni- qildingizmi shu narsani? Yo'q, qilma, o'zini bachokini qo'yib qo'ymas, zapaskasini olib tashlab, zapaskani o'rnida qo'yib qo'yibman. Ha. Hozir endi ramga qo'yaman desam, qo'yib bo'lmaydi, katta. Shuni bo'ldi, boshqa kamchiligi yo'q. Bu kritichniy narsa emas-ku, to'g'ri? Unda unday narsa yo'q. Endi quvri yaxshi tarafi ko'p, lekin mezi shu bir ikki narsani to'g'rilab bersak zo'r bo'ladi. Shu ikki narsa bor, lekin yo'q, bachokini ham hech nimasi yo'q. Yuk shop bosganda endi qishloq yerlarga borganda tegi deyishi mumkin-da, endi pastda balandda tushajak vaqtida. Bo'lmasa bunday yo'lda desangiz hech ish bo'lmaydi. U minusga kirmaydi ekan. Ava. Endi bu ham minusi yo'q. Hisobi просто o'zlaringiz uchun risolni yana добавка etib. Risolni o'zim og'irlik bosishim uchun добавка etib qo'yibman. 2 qavatlatib qo'yibman. Qo'lni ucunda. Qo'lni ucunda. Yengil. Shuni jentiramiz. Ava. Bundan keyin o'tirasizga? Bolaga berib qo'ying. O'zi bola bilib shuni. Oh. Zo'r. Asa biza avtosalonga qaytamiz. Qolgan ma'lumotlarni shu onda berib, adresdan tushuntirib, hammasini xudo xolasa video boshida endi tushuntirdik-ku. Bundan yakuniy video avtosalonda bo'ladi, xudo xolasa. Bizda uzoqlashmanglar. Ag'a, siz ham katta rahmat. Uchun kerak bo'ladigan bo'lsa ekranda nomer. Og'ama bog'lanaverasiz. Xanqa bo'ylab 6000 so'm shtuka. Shtuka va 6000 so'm. Bizani obunachilarimizga tegishib berasizmi? Yashtirib beramiz. Bo'ldi, sog'. Jamshidboy, Assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi? Sog'liqmi? Xudoga shukr. Ishlayaptimi? Rahmat hammasi. Savdo nechga o'tibdi? Zo'r ag'a, yaxshi, xudoga shukr. Молодец. Endi do'stlar qaranglar. Bu yer Xiva Urganch yo'li bo'ladi. Случайно o'tib ketib borayotgan odam ham, shu masalan, ko'radi-da, lekin bu yerda nov bor, nechta mashinalar borligini bilmaydi. Shuning uchun biz sizlarga hozir video davomida adresini ham tushuntiramiz. Narx-navolarni, nechik variant, oldindan to'lov nechik, oylik to'lovlarni yozilganmi? Endi oldindan to'lov bor ekan, shularni ham aytib o'tib ketamiz manzillari necha. Nechik? Baho tushdi dedingizlar telefonda nega post Xudo xolasa ag'a, Tiger V chassi modelimiz. Bumi? 468 million 160 ming edi. 455 million ochirib qo'ydik. 460 chadi? 468 million 160 ming. Shunda 13 million tushdimi? 13 million. 13 million tushgan. Ha. Chassi FAV Tiger. Tiger Bu necha tonna bo'ladi bu? 5 tonna 250 beradi shu chassi holatini. Endi arkasidan ehtiyojimdan gap chiqib, nodir o'rnatadigan bo'lsa, gruz podъемnisi sal kamayadi. Bu yana zavodskoy metall ekan bu do'stlar. Bu 15 litr benzin bakam bor. Dizel emas, benzin bu. Yo'q, benzinli motor. Poложение скоростli, 8 скоростli bor, горный hamma narsasi bor-da. Buni o'zi bu ishmi? Qiziqaman-da ishi mashinalar bu. Va vakuum
tormoz, воздушный tormoz deb aytiladi-da, cho'plarimiz orasida. Keyin bakimiz bor, 15 litr. Gaz tugab qolgan holatda ham 100 km yurib boradi bag'a. Ha, bu to'liq lekin metana moslashganmi? Lekin biz zapas bo'ladi bu. Ha, endi qishda to'xtab qolmaydi-da. Bu bilan ham 100 km yuradi. Shahar ichidagi ishlar bo'lsa, on-bonlik ishlar bo'lsa hammasi bitadi. Metan nechalik bu? Uzun ekan bo'lak Bu 200 litr. Bir har biri. 145. Ha, bu 200, bu 145. Общий 345 litr. 345. Biroz yuriydi. Ha, zapas xod 300 berib qo'yibmiz. Xudo xolasa undan oshiq ham yursa yuradi. Jamshidboy, endi bir narsa. Bizda shu mashinani olgandan keyin zapchas dedi. Servis dedi. Garantiyasini necha qoladi dedi. Shu narsalarga to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsak, masalan, shu mashinani keldi, ko'rdi, oldi, agar bir yeri buzilib qoladigan bo'lsa, zapchasini necha qoladi bu narsani? Zapchasdan muammo yo'q. Zavoddan prямо oldirib beramiz. Xudo xolasa tayyor. Xo'p, tushunadi. O'zi agar sizlarning avtosalondan oladigan bo'lsa, garantiya necha o'tibdi bunda? 100 ming kilometr yo 3 yil. 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiya berib olasizlar. Endi mijozlar aytadi, gaz qo'ysak, общий motor garantiyadan chiqib ketami, mashin. Bizda yo'q. Gaz qo'ysa faqat motor garantiyadan chiqadi, shassi duradi garantiyada. O'zingizda bor qo'yinadi, to'g'rimi? Metan o'rnatilgan. Endi buni olib turib gaz qo'ysa, o'zingiz qo'yib beradigan bo'lsangiz, o'zingiz servislaringiz borku, masalan, dogovor bilan ishlashadigan metanchilar, ustanov. endi xudo xohlasa bu narsa endi bo'ladi. bo'ladi. Unda buni ham go'ngda, buni ham go'ngda, qaysi variant? Mana kamerasi bor arkasida. Elde arka. Bunda qulayligi 4 tarafda kamerasi bor-da. Bu nechun bunda arka tentsiz bu? Bu holatini olib bu o'zini moslashtirib zo'tamayapti. Ehtiyojingizdan gap chiqib, balki manipulyator qo'yishingiz mumkin. O'zingiz xohlagan narsangizni qo'yib. Ha, bu diklidoni. Samosval endi siz aytganingiz. Ha, bu samosval. Samosval aytib qo'ying buni. Bo'ladi. Favni samosvali bormi? Bor anaqa. Edada ko'chada bor ekan. Uni ham ko'rsatamiz hozir. Endi biz realni gaplashamiz. Men qiziqtirgan savollarni beraveraman-da. Как siz endi ko'rtsak-ku, oluvchi. 2 samosvalimiz bor, 4 kub bilan 6 kublik. 5 tonna bilan 5,5 tonna. Uni ham ko'rsatib o'tamiz hozir xudo xohlasa. Zo'r, gap yo'q. Birinchi ega, ya'ni birinchi qo'l. Zavoddan to'g'ri sizlarga keladi, to'g'rimi? Keladi. O'rtaga o'rta salonchi emassizlar. Perigon bo'lib keladi, rasmiy avtosalon. Tushunarli. Qaranglar do'stlar. Yani grafikni aytaman dedim-ku. Narxi 468-160 ming so'mdan, 468 million, 160 ming so'mdan 455 million so'mga tushgan bahasi. Agar yo'q naqd sharoitim bo'lmaydi deydigan bo'lsangiz, oldindan 30% ni to'laydigan bo'lsangiz, bu 136 million 500 ming so'm pul bo'ladi. Agar 50% ni to'laydigan bo'lsangiz, bu 227 million 500 ming so'm. Oylik to'lovlarini o'zlarining telefonida bo'lsa tushuntiradilar do'stlar. Keyingi variant o'tadigan bo'lsak do'stlar, shassi FAV Tiger Wear degan variant ekan. Bu necha tonna oladi? Jamshid 2 tonna 820 shassi holatini beradi. Buni ham ehtiyojingdan kelib chiqib bort qo'ysa, ili anaqa furgon qo'ysa, gruz podъемнisi sal kamayadi, 2 tonna qadam tushadi. Tentovka variantimiz bor. Unikini u haqida to'liq ma'lumot beramiz. O'zlari shunga qarab ma'lumot oladilar xudo xolasa. Boshida aytib o'tib keting do'stlar, qaranglar. 280 million so'm narxi eski narxadi. Bundan bir oy burun chiqarganimizda 280 million edi, to'g'rimi? Endi qaranglar, narx tushgan ekan 269 million 920 ming so'm. Bu 270 million deydi, почти 10 million tashaqan. Oldindan 30% to'laydigan bo'lsangizlar, bu 80 million 976 ming so'm berib turib, bu mashinani olib ketaverasiz. Plus sug'urta-pug'urtalari bo'ladi, odam o'tirishlari bo'ladi. Uni bank bilan gaplashadilar. Endi odam o'tirish bo'lmaydi, shot spravka bo'lib chiqadi. Birinchi nomerda qada bo'lgan. Mana shu. Buni narsa yo'q ekan buni lekin, Metani. ABS tormoz bo'ladi, keyin konditsioner bilan jihozlangan, gidravlika rul bo'ladi, elde arka kamera yozish xususiyatiga ega. Buni simga ham, gradusini o'chirmayapti bu. Yo'q, ABS. ABS tormozi shundaymi? Nega? Задний bo'lsa. Zo'r. Kameralari, hamma narsasi bor. İçini ham ko'ramizmi? Bular ichi почти bir xil bo'lib ketsa kerak bularni, ha? Ichi bir xil bo'lgan. Xudo xolasa ko'chadagini yoqib ko'rsatishimiz ham mumkin. Ya bismillah. Endi bu Jamshidboy. Bu mashinani olib o'zi ko'pincha nov ishlatsa bo'ladi. Nov ishlatadilar masalan. Bunaqa ya biznes Inishi variantini. Metalli emas, arzonroq varianti. Optimdan vajak olib magazinda ishlaydiganlar, o'zini Mira, chivi, sholi va letlarimiz bor. Buni refrigeratorlardan zakaz etyaptilar, xudo xolasa. Morojnichilar hammasi olib foydalansa bo'ladi. Bular 2025 mi 26 mi bu? Bular 25 ha. 25. 26. Ali 26 kelmadi.
Xudo xohlasa, keladi yaqin kunlarda. Chotki. Monitor bor, konditsioneri bor. Gidravlika Faram rul tushib chiqadi ekan. bo'ladi. Rul gidravlik ekan bunda. Rul ham tushib chiqadi, dapiga ko'tarilib ham tushadi. Seryozni nima? Oy, bale. Yaxshi-ku. Qulayliklari ko'p. Maksimal tezlik 160 ekan do'stlar. Pes ekan buni. Pesa bossam beklaydi ekan. Narxini aytib o'tib ketdik. 270 million so'm ekan почти. Bu shu bilan bir xilmi? İkisi bir narsa, ha? Bir narsa. Va, İkisi bir narsa. Bularning ichidami? Nalichida ham. Mana Kutib to'g'ri, o'tirmaydi. kutib o'tiradigan emas. 26-si kerak desalar, lekin biroz kutadilar. Ular ham yaqin kunlar ichida bo'ladi avtosalonimizda. Metallini kutam kutmaymi? Yo'q, metallini kutmaydi. To'g'ri olib ketaveradi. To'g'ri olib ketadi, xudo xohlasa. Bularning ichida ekan do'stlar. Nalichida. Do'stlar, qaranglar. Bu yerda avtofurgon, bortli, tentli, FAV Tiger ichandagi VR. Ha. Narxi ichandagi necha so'm edi bu tentsizini? Bortsizni 269 milyon 920 ming. 270 deb yana girverdik. Shassi, ha. 280 dan tushgan 270 ga tushgan bo'lsa, shuni bortli, tentli varianti. Narxi 329 million sotilib turgan, hozirgi kunda 320 million 880 ming so'mga tushgan. Aldin 30% to'laydigan bo'lsangizlar, bu 96 million 264 ming so'm to'laysizlar. Ana, tayyormi bu? Yoki Tayyor. Kutmaydi, ha? Ya, bir oy, 2 oy ochib beraman, pulti menda, yana. Ochib bering, ha. Ana, mening pulti bor ekanmi do'stlar? Bu ham Toshkentda qatnaydilar-ku. Ha. Tovar, Bizlar standartimiz bo'yicha 5 tonna 600 barq ko'pmiz. Shofyorlarimiz bor, 10 tonna yuk bilan bemalol barqkar bo'libmiz dedilar. Agarda siz Toshkentning shunday variantini haydab yurgan bo'lsangiz, necha tonna yuklagansiz? Shuni bir kommentariya qoldiringlar, bilamiz. Necha so'm buni narxi? Bu 449 million 680 ming. Bundan lekin biroz o'chirtimiz bor. Necha? 1-2 oy kutamiz. Aprel oxirlarına girib keladi yozasalar. Hozir mart bo'lsa, aprel oxir. Shu 1 oy, 1,5 oy ekan. 1,5 oy. Bu eng hadoviy modelimiz. Sprojalli. Ha. Bas kim oldilar buni? Alingan, ertaga chiqib ketadi xudo xolasa. Nisbatan Yangi tasdiqlash. shassimiz ham alingan. Bu ag'a ko'p vaqt oldidan to'lab atilgandan. Yanvarda to'lab. Bronat ko'tdilar. Ha, bronat atilgan. Buni hozir oldilarmi shunda bular? Qaysini oldilar, sotib oldilar? Eng chetdagi shassi. Bu nechik bu? Necha tonna yuklaydi bunga? Bu 5,5 tonnalik samosvalimiz bor. 5,5 tonnalik samosval. FAVdan. Ha. Demak, FAV katta mashinalarni variantdan ko'psini ishlab beradi. Bor, ha. Cho'nkaradon, qazadonlar ham yuklayveradi, netami? Zotami ekan? Yo'q, ha. Bunday yo'q, Bizda yo'q hali. Tushunarli. Benzovoz, vodovoz, musorovoz, hamma narsamiz bor. Malakovoz, zakaz bo'yicha keladi. Qor tozalaydiganlari, hammasi zakaz bo'yicha keladi. Samosval necha so'm bu? Samosvalimiz 499 million 100 ha. Hozirgi narxi. Zo'r. Keyin bu qaysi variant bu? Bu birinchi turgani 2024-yil modelimiz. Shundanmi bu? Ha, bu endi sotilmaykani hozir skidkada 419 millionda turibdi. Bu, sotuvdami? Sotuvda. Mana shundan kissalar oladi. Necha tonna yuklaydi bu? Bu 6 tonna 600. Uni ko'proq ekan bu. Oldingi modelimizda gruz paydamiz sal ko'proq bo'lgan, sababi unda shassimiz uzaydi. Ko'proq ko'p narsa olamiz. Bunda shassi 490 bo'lib chiqqan. Tushunarli. Tentovkamiz ham nalichidagi. Tentovka. Bu modelimiz. Endi o'tamanmi endi bir amallab? Tentovkali variant. Buni bu. Oldin to'shitilmi bu? Ha, aynan shu korofkasi, keyin kulish korofkamiz bor. Bu ham nalichida 510 shassida chiqqan. 510 shassi deb nomini aytiladi u. O'zilliq, ha, ish narsani o'zilliqi 510 chiqadi. 510. Bunday nena? 220. 220. Necha tonna yuklasa bo'ladi? 6 tonna 700 buniki, ha. 6 tonna 700. Ha. Plus minus bilan. Shu. Endi bizning standartimizda. Bizning odamlar ko'p raqam yuklab beraveradi uni. Ayttirmayman, buni sotib olgan shofyorlarimizga deb aytib turibdi, 10 tonna bilan ham bemalol pervalar adam chiqib turibdi deganlar. Buni motori nechik bo'ladi bu? Yuchay motordagi 130 ot kuchi bo'ladi. Qiynalmaydi podyomada. Yo'q, gornitorimiz hamma narsasi bo'ladi. Korobkasi ham 6 skorsda. 6 skorsda. Ha. Xudo xolasa. Dahshat. Shunda hozir klientga qaysini oldilar? Bunimi, unimi? Bu mashinamiz bugun chiqib ketadi hozir. Hozir men haydab ko'rganimda tensiz varianti bu, to'g'rimi? Yo'q, bu Tiger V salarka motor kattasi. Bunda kabinkasi ham bor ekan arkasida. Yotadiganlar ham bor. Necha so'mga ketdi bu? 407 million 680 ming so'm bor. Oldilar. Aynan shuning uchun pauza bosib oldik men. Перечисление keldi deb. Pulni o'tirib berdingiz. Zo'r.
Do'stlar, endi gapingizni bo'laman. Hozir bu videoni ko'rib, reklama bo'ldi, ular savdo yo'q o'xshaydi deb ko'pchilik o'ylaydi. Yo'q, yo'q. Lekin unda emas. Baribir kompaniya o'zini bildirib qo'yish uchun har oy reklama turadi baribir. Savdo yomon emas. Nimasini ish namozi olib chiqib ketib qoldilar. Biz reklama atgandan keyin ham biroz odam kelib sotib olganlar bu yerdan. Endi yana sizlar bilmaylar, bilib qo'ysin degan maqsadda videolarni chiqaramiz-da. Xolosasiz metalli, xolosa metansiz variantlar ham bor. Bularda metansiz keladi, bularda metanni o'zlari qo'yadilar. O'zlari qo'yadimi? Shunda servis garantiya? Motor chiqadi. Motori? Ha, motor chiqadi garantiyadan. Shunday bo'ladi. Lekin korovkalar arkamizda turadi-da. Turadi. Tushunarli. Ena do'stlar. Bu klientimiz 3 kunda chiqib ketayotir. Har kimda har xil udobli tushib qoladigan vaziyatlar bo'ladi. O'shanday kichkina bola bilan yurgan odam biroz tushunadi. Shular. Ena do'stlar, sizlarga bu videoyimizda FAV avtomobillarini narxlarini ko'rsatdik. Manzilni tushuntiradigan bo'lsak, qaranglar. Endi video oxirida ham tushuntirib beramiz. Bu yon tarafimiz Xiva qarab ketaverish bo'ladi. Qo'shko'prak, Xiva qarab ketaverish, Urganch yo'li. Bu yon tarafimiz esa Urganch, ya'ni Xiva Kuruga qarab ketaverish. Shu Kuruga 70 plus minusi bilan 1 kilometr o'ng taraflaringizda bo'ladi. Ikki ham taraflaringizda metan zapravka bo'ladi, eko metan zapravka. Shuni o'rtasida FAV avtosaloni. Bemalol kelaverasizda, ekranda nomer bo'ladi. Nomerini saqlanib etgan bo'lsangizlar, Jamshid Boyning Telegram kanal gruppa, ya'ni o'zining shaxsiy Telegram'i chiqadi. Lokatsiya tashab beradi sizlarga. Variantlar ko'p. Bilaman, qidirib yurganlar bo'lishi mumkin. Bu yerga qo'yaverasiz videoni. Sharomat, sog'liklar, salomat bo'linglar.